أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Bütün dünyadaki Uygur Müslüman qarindaşlar, assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Mana biz bugün muş ay, muş kunlarda Allah'ın kunlari bo'lgan ajoyib bir ulug' ibodat kunda yashayapmiz. Har bir mu'min musulmon bu kunlarini nihoyat g'animat bo'lishi va Allohga yaraydigan eng yaxshi ibodatlarni qilishi nihoyat muhim. Bu ayning ulug'ligi shundoq ulug'ki, buni Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam hadislarda tövendikidek bayon qilgan. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam shundoq deydi: "Man sama Ramadana imanan va ihtisaban faqad ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Ya'ni kimiki mushu Ramazonda Allah rizoligi uchun ajrni faqat Allohdan kutib ro'za tutsa, bu odamning burunqi qilingan barliq gunohlari kechirildi deydi. Yana bir hadis sharifda Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam shunday deydi: "Man qama Ramadana imanan va ihtisaban faqad ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Kimiki Ramazon oylarida kechillar qo'pib namoz o'qisa, yana tarovih o'qisa, bu odamning burun qilgan gunohlari kechirib o'tildi deydi. Yana bir hadisda sharifda Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam shunday deydi: "Man qama laylatul qadr imanan va ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Ya'ni kimiki Laylatul Qadr kechalari qo'pib namoz o'qib turgan bo'lsa, bu odamning butun burun qilgan gunohlari kechirilib ketadi deydi. Biz yuqorqi hadislardan bu oyda mu'min uchun gunohlarini tilib oldigan, Allohga ibodat qilib oldigan, Allohga o'z bandichiligini Alloh yaxshi ko'radigan ibodatlarni ifodalaydigan eng yaxshi fursat deganlik chiqdi qarindoshlar. Mana bu kunlarda nurg'un odamlarning ismlari do'zaxdan ozod qilingan kishilarning qatoridan o'rin oladi. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamdan naql qilingan sahih hadisda shunday deyildi: inna fi Ramadana lillahi utaqa'un minan nar fi kulli yawmin va layla. Ramazon kunlarida, Ramazonning kechallarida, kunduzlarida Allohning do'zaxdan ozod qiladigan bandalar bor deydi. Ya'ni bu kunlarda mening, sizning yoki qarindoshlarimizning birasining ismi do'zaxdan qutulgan kishilarning qatoriga yozilib qolsa ajab emas qarindoshlar. Endi bu hadisdami bu Ramazonning mayli kechasi bo'lsin, mayli kunduz bo'lsin, ajoyib, ulug' ajoyib bir kun ekanligini bilib olaymiz. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamdan Ibn Umar naql qilgan hadis sharifda mundaq deyilgan: bu Ramazon oylarida barakatlar yog'adi va yanzilur rahma deydi. Allohning rahmatlari nozil bo'ladi. Va yahuttul xatoya deydi. Bu kunlarda insonlarning gunohlari kechiriladi. Va yatafakharu bikumul malaika. Alloh subhanahu va taolo sizlar bilan farishtalar o'tirsida faxrlandi deydi. Va sizlarning mushu oyda yaxshi amal qilib o'zaro musobaqa qilishinglarga Alloh kutadi deydi. Ya'ni Alloh shuning qaraydi. Fa'aruni min anfusikum khayra. Unda bo'lgan ekan, sizlar Alloh subhanahu va taologa eng Alloh yaxshi ko'rgan yaxshi ibodatlarni qilib, Allohga o'zingni ko'rsatib qo'yinglar deydi qarindoshlar. Unda bo'lgan ekan, biz bu oyda Alloh eng yaxshi ko'radigan ibodatlarni qilishimiz kerak. Endi bu Ramazon oyi bo'lsa Qur'on o'qish oyi. Ramazon bo'lsa qiyomul layli tahajjud namoz o'qish oyi. Ramazon bo'lsa Qur'on oyi. Ramazon bo'lsa ro'za tutish oyi. Ramazon zikri, tilovat, itkob qilish oyi. Mana bu Rasululloh bu oylarda mushundaq ibodatlarni qilgan. Endi men bugun sizlarga bu Ramazon va bizning ibodatlarimiz degan bu temada eng muhim Rasululloh eng yaxshi ko'radigan, Alloh yaxshi ko'rgan ibodatlarning qatoridan sanagan va Alloh eng yaxshi degan bir hadisni sunmoqchi qarindoshlar. Alloh yaxshi ko'rgan amalni bayon qilib bir hadis sunmoqchi.
Men sizlarga deyman qarindoshlar. Ramazonda Qur'on o'qish, Qur'on tilovat qilish eng go'zal ibodat. Qiyomul layl qilish go'zal ibodat, ro'z go'zal ibodat, sadaqat berish, topgan pulni Alloh yo'lida xashlash eng go'zal ibodat. Shu go'zal ibodatning ichida eng go'zal ibodat mushu ummatning, mushu dinning g'amini yeyish eng go'zal ibodat. Mushu millatning mushu musulmonlarning beshiga kelayotgan g'am bilan g'amkin bo'lish. Ummatim ezilyotdi. Ayollarimiz dafsanda qilinyotdi. Musulmonlar dafsanda qilinyotdi. Deb mushuning g'amini yeyish bo'lsa eng isl ibodat. Endi mushu musulmonlarning beshiga tushgan kunni ko'tarib o'tish uchun harakat qilganligimiz uningdan ulug' ibodat. Biz tirmishib, mayli iqtisodiy jihatdan, mayli aqliy jihatdan, mayli jismoniy jihatdan bo'lsin, musulmonlarning mush kuniga qilishga sabab bo'lgan bir bo'shliqni to'lg'izsak, mana Alloh eng yaxshi ko'radigan ibodat. Shuning uchun musulmon qarindoshlarimiz bu ibodatda faqat ro'z tutdik, qiyomul layl qildik, tahajjud qildik, mushni qildik, afzal ibodat mushu deyish mumkin. To'g'ri. Bu nihoyat afzal ibodat, lekin eng afzali men degani. Buning dalili fakti deb so'rashingiz mumkin qarindoshlar. Buning dalil fakti Ibn Umar radhiyallohu anhu Rasulullohdan naql qilgan hadis shunas Albani sahih hadis degan tuvandek hadis. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "Ahabbun nasi ilallohi anfa'uhum linnas." Allah eng yaxshi ko'radigan banda insonlarga eng manfaati yetgan banda deydi. Yani musulmonlarga eng manfaat yetgan inson Allah eng yaxshi ko'radigan inson. Demak, Ramazon Allohga yaqinlashishning, Allohga eng yaqin bo'lishning fursati. Qanday yaqinlasha olamiz? Mana musulmonlar islomiyat uchun, musulmonlar uchun eng yaxshi, eng foydasi ko'p bo'lgan amalni qilish. Ikkinchi Rasululloh nima deydi? Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Yani ahabbul a'mali ila Allah. Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim deydi. Allah eng yaxshi ko'radigan amal bir musulmonning qalbiga xo'shallik bag'ishlash deydi qarindoshlar. Mana bu biz deyotgan afzal amallar men demadim, Rasululloh deydi. Ahabbul a'mal. Allah eng yaxshi ko'radigan amal mana bu Ramazonda qilishimiz kerak. Allah sizlar yaxshi amallar bilan o'zinglarni Alloh ko'z tutinglar deydi Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam. Shuning uchun biz ash turmida qarindoshlarimiz bo'lsin, tog'da jihad qilayotgan qarindoshlarimiz bo'lsin, yoki islom yo'lida da'vat qilayotgan qarindoshlarimiz bo'lsin, mana mushularning qalbiga xo'shallik bag'ishlash, beshiga kun tushgan, bizga ehtiyoj tushgan qarindoshlarimizga aqallisi kulimsirab qarash, shulardan hal ahvol so'rash bilan bo'lsa-mu, shularning qalbiga xo'shallik bag'ishlash bilan Allohga yaqinlashamiz. Ikkinchi Rasululloh deydi, "Aw tufriju anhu kurbatan" deydi. Bir musulmonning qiyinchiligidan qutqizib qo'yibsa deydi. Aw taqdi anhu daynan dedi. Ya uning qazini to'lab qo'yibsa deydi. Demak, Rasululloh mush hadis sharifda mushu ummatning g'amini yeyish, musulmonning g'amini yeyish, musulmonning qalbiga xo'shallik bag'ishlash, musulmonning manfaatiga ish qilish, Qur'on o'qishdan, namoz o'qishdan, tahajjud o'qishdan Allohga yaqinlik deb bu hadis sharifda mana bu ibodatning, Alloh yaxshi ko'rgan ibodatning doirasini sil biz tushunayotgan masjid, Qur'on, namoz o'qish, ro'za cheklab qo'ymay, balki buning doirasini kengligini bu musulmonlarning g'amini yeyish, musulmonlar uchun boshqa turish, shular uchun plan tuzash, shulardan zulmdan qutuldirishninki eng katta ibodat ekanligini bu hadis dedi. Demak qarindoshlar, biz Ramazonda o'zimiz o'ylab boqaylik. Musulmonlarning mushu g'irib bosgan, igijoqsiz qolgan mush dinning qalbimizda egallagan o'rni qanchalik? Bizningki ko'ngil bilgan doiramizdagi islomning, musulmonlarning egallagan o'rni qanchalik? Biz 24 soat ichida mushu din uchun, mushu ezilayotgan, xo'rlanayotgan musulmonlar uchun qanchalik kuch chiqaryapmiz? Mushuningga qarab siz Allohga qanchalik ibodat qilayotganligingizni bilib olasizsiz. Alloh subhanahu va taolo
bütün qarindoshlarımızning Ramazonni qon ibodatlarini qabul qilsin va mushundoq Allohning rasuli eng yaxshi ko'radigan, mu'minlar eng ehtiyojli bo'lgan ibodatni qilishni nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo eng yaxshi ko'radigan ibodatni qilishga bel iroda bog'lay oladigan va amaliy ish harakat bilan ifodalay oladigan, Ramazonni Allohga yaqinlashishning eng yaxshi fursati deb bildigan qarindoshlarimizdan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.